Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Mega kimyo 2022-yil birinchi mavzu yechimlarini davom ettiramiz. Demak, bugun 34, 35, 36-masalalarning yechimini ko'rib chiqamiz. 34-masalaga kelsak, 0,2 mol miqdordagi globur tuzi massasini hisoblang. Demak, 34-masala globur tuzi natriy sulfat 10 molekula suv bo'ladi. Buni umumiy massasini yopib chiqsak 322 grammmi 1 mol. 0,2 moli qancha desak, 0,2 ni 322 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsak 64,4 gramm kelib chiqadi. Ya'ni bu proporsiya usuli. Demak, 34-savolimizning to'g'ri javobi D javob bo'ladi. 35-savol. 2 mol malaxit 2 mol miqdordagi malaxit massasini hisoblang degan. Demak, malaxitimiz mis OH-dan 2 ta ko'paytirilgan mis karbonat. Buning umumiy massasi, molyar massasi 222 gramm 1 mol. 2 moli qancha desak, 444 gramm kelib chiqadi. Demak, 35-savolimizning to'g'ri javobi B javob hisoblanadi. 36-savolga kelsak, 0,3 mol miqdordagi so'ndirilmagan ohak massasini hisoblang. So'ndirilmagan ohak bizda kalsiy oksid. Kalsiy oksidning 1 molining massasi, molyar massasi 56 grammga teng. Bizdan 0,3 molni so'rayapti. 0,3 molni 56 grammga ko'paytirib 1 ga bo'lsak, 16,8 gramm kelib chiqadi. Demak, 36-savolimizning to'g'ri javobi C javob hisoblanadi. Demak, bu yerda biz faqat proporsiya usulidan foydalandik masalalarni yechishda.